internetda portlatib yuboradigan savol. Aqllilar, zehnlilar, ko'balar. Shuni agar bilsangiz, kommentariy yozing, bilmasangiz, do'stingizga jo'natib qo'ying. Nima uchun Lacetti mashinasini signali baland va albatta Lacetti mashinasining signali baland protokol tuzilmaydi. Va albatta Cobalt, Spark mashinalarga, Nexia 3 ham baland. Cobalt, Spark mashinalariga bitta dona bo'ladi, pip bo'ladi, bilasizlar? Buniki bab bo'ladi, qalin ovozga bo'ladi. Va keyingisi Matiz, Damas, Fico mashinalariga bitta diddillo Merc signalcha bo'ladi. Jiguli signallari ham boyqiroqcha ikkitalik bo'ladi. Nima uchun Cobalt mashinasiga bitta dona qo'ysangiz protokol yo'q, 2 dona qo'ysangiz protokol bor. Buni tez kommentariy yozamiz. Agar tushunmasangiz, tushunadigan odamga tez jo'natib qo'yamiz. Siz nima deysiz shu masala? Oq balkim qora qora bo'larmi soatida? Nima deysiz shu masala? Sizda chiqqan. Ochilmadi? Neda? Nogironmisiz? Men boya tezlashtirib olayapman, deysiz chiqib qoldi. Oq balkim Qoradir. bo'ladi. Oq balkim Qoradir. qoradir.